Mening hayotimni muhokama qilishdan oldin mening oyoq kiyimimni kiy va men yurgan yo'llardan, ko'chalardan, tog' va tekisliklardan yurib o't. Dard, alam va halovatini totib ko'r. Men yurib o'tgan yillardan o't. Men qoqilgan toshlarga sen ham qoqil. Boshqatdan oyoqqa tur va ayni yo'lda yana takror davom et. Xuddi men davom etganim kabi. Faqat mana shulardan keyingina meni muhokama qila olasan. O'tib ketar deganlarimni boshimdan o'tkazdim. Tugab qolar deganlarimni tugatdim. Nafratlanganlarimni o'chirdim. Bas endi yetar dedim. Ortda qoldirganlarim esa mendan hisob so'rashga harakat qilmasin. Farqiga borganim uchun bugun borsiz. Voz kechganim uchun bugun yo'qsiz.